Jamoalar tarkiblari e'lon qilindi. Demak, Bunyodkor Zoir Jo'raboyev 2-chi, Stanislav Andreyev 28-raqamda o'zini ko'rsatishi kerak. Naim Qosimov pushtagini chaldi, o'yin boshlandi. Aynan o'ng qanotda uyushtirayotgan hujumlarga yordam berish maqsad qilgan shekilli. Temurxo'jadan ajoyib uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Orqa-roqqa to'p qaytarildi. Temurxo'ja! Ajoyib kombinatsiya va qarang, maydon markazida Temurxo'jani hozirgina maqtab turgan edim. Isbotladi. Chap oyoqdan qo'ydi, zarbani So'g'diyona qamal qilishda davom etmoqda. Oyoqlar to'qnashuv chidasa bo'lar ekan, o'yinni davom ettirdi. Lukcha Doriyevdan uzatma va xavfli vaziyat, zarba, gol! Ajoyib harakat va So'g'diyona hisobni ochmoqda. Qoyil maqom ijro etildi. Ikkita burchak to'pi, o'ziga xos kichik qamal va buning ortidan kiritilgan gol. Doriyevdan uzatma. Bu yerda Zoir tiz cho'kib boshi bilan darvozani shol etishni ma'qul ko'rdi va bu ishni qila oldi ham. To'p darvozaning 9lik burchagiga borib tushgan. Yaxshi gol, chiroyli kombinatsiya. Abdumavlon kutmagan edi. To'pni boshqa manamanman degan darvozabon ham olishi qiyin, chunki 9lik burchagi bu darvozabonlarning eng og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Uzatma bor. Yana burchak to'pi. Murabbiylar yaxshi, ancha bu borada ommaviy axborot vositalari bilan til topib bo'lishgan. Jahongirdan uzatma. Doriyev. Andreyev! Gol! 2-0. To'g'rog'i 0-2. Stanislav Andreyev Doriyev urolmagan golni urib ketyapti. 0-2. 39-daqiqa. Yaxshi o'ynashdi o'ng qanot futbolchilari. Jahongirdan aqlli uzatma. Doriyevniki edi bu to'p. Doriyevning zarbasini Abdumavlon qaytardi. Mana bu yerda esa endi hammadan to'p o'tib ketyapti. Nikolas Mane ham, Bobur ham faqat to'pni kuzatib qo'yishdi. Yaxshi uzatma, Temurxo'jadan zarba yo'llandi va gol! Bunyodkor hisobni qisqartirmoqda. Nosirjon Abdusalomov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Temurxo'jadan ajoyib uzatma edi. Nosirjon Abdusalomov jarima maydoni ichiga kirmasdan to'pni darvozaga yo'lladi. Mitrovic hali beri kelmaydi deb ancha ilgarilab ketgan ekan. Bitta harakat, aldamchi harakat bo'ldi bu ham. Darvozabon bu ham 9likni mo'ljalabdi. Qoyil lekin. Qoyil. Omadini bersin. Abdusalomov o'z oldinga borishda davom etmoqda. Ortida zo'r Amirni ko'rdi va To'raqulov o'ng qanotga to'pni yetkazib beryapti. Malidan uzatma, xavfli vaziyat va mana bu yerda Amir To'raqulov. Shnak tanaffuskami? Qadrli do'stlar, o'yinning birinchi taymi yakuniga yetyapti. 1-2 hisobida jizzaxliklar oldinda. Jizzax jamoasi So'g'diyona oldinda boryapti. 2-0 hisobida, 0-2 hisobida ular oldinda borishayotgan edi. So'nggi daqiqalarda mana Abdusalomov So'g'diyona 3-marotaba bu ishni amalga oshirmoqda. Doriyev zarba va yana bir zarba ko'ramizmi? Yo'q. Mana parcha harakatlar, to'p kimda? Zarba yo'naltirildi. To'p qo'lga tegdi deya
Lukas Najmiddin. Hujum saqlanib qolindi. Uzatma bor. Darvozabon chiqib kelyapti. Bo'sh darvoza. Qaytardi. Ko'pchilik bo'lib to'pga tashlanishdi va olib qo'yishdi. Ajoyib uzatma. Qana endi Jorjevichni ko'ramiz. Tepdi, xavfli vaziyat. Voy! Qay tariqa Jorjevich qochib ketganligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda biroz o'zidan to'pni qochirib ham qo'ygan edi. Lekin Islom Qobilov to'pni o'yinga kiritib berdi. 68-daqiqa. So'g'diyona hujumda. Hozirgina maydonga tushgan Umidbek va zarba yo'llanadimi? Yo'llandi va ofsayd edi-yu, ammo yo'q, o'yindan tashqari holat yo'q ekan. O'yindan tashqari holat yo'q ekan. To'g'ri, oldinga o'tib ketayotgan bir pallada Temurxo'jadan uzatma bor. Kachori baland sakradi edi o'zi. Ajmiddin Normurodov o'yinga yaxshi qo'shildi ushbu himoyachi. Shular va uzoqdan yo'llangan zarba. Yana bir zarba va gol! Inobatga olinmayaptimi yo olinyaptimi? Olindi. Lukas Kachori. 2-2. Bunisidan ko'rish qiyinroq, lekin mana bu yerda Sholler Martin ancha aniq zarba yo'llagan edi. Mitrovic qaytardi. Chorri esa bor kuchi bilan to'pni darvozaga yo'lladi. Yo'llangan zarba va bo'sh darvoza, gol! Comeback! Bunyodkor futbolchilari oldinga chiqib olishmoqda. Muzaffar Olimjonov gol urishga haqli edi. Ana vaziyatda esa yo'llangan zarba Mitrovic tomonidan qaytarildi. Unga ham tasanno, ammo bu to'pni endi qaytarish qiyin edi. 3-2, 78-daqiqa. Arten Schroller ancha kuchli zarba yo'llagan ekan. Bunyodkor jamoasi a'zolarini xursand bo'lishiga e'tibor bering. Doreyev yaqinlashdi. Doreyevga to'pni yetkazib berdi. Lukcha aldayapti. Yaponiyalik futbolchidan o'tmoqchi. O'tdi ham to'pni yetkazib berdi. Zoyer zarba. Darvozabon. Kim tepada? Hakkida ham bunaqasi bo'lmaydi. Voy, dod deydigan joyi mana shu bo'ldi. Samandar Mavronqulov. Buni qarang. Uratada o'tkaza oldi. Mana bu yerda Bunyodkor futbolchilar nega tepib yuborishmadi? Agar hozir Samandarning zarbasi to'rga borib tushganda bormidi? Zoir Jo'raboyev yana to'pni darvoza tomon tepishga harakat qilgan. Tepgan ham. Hali o'yin davom etayotgan bir pallada ko'rgan bo'lsangiz kerak, Samandar Mavlonqulov 2-0 hisobida oldinda borayotgan So'g'diyona oxirida esa 3-2 hisobida mag'lubiyatga uchramoqda. Afsuski, alamli mag'lubiyat.